Assalamu alaikum barliq aziz qarindoshlar, vatandoshlar. Men Tayrimen, Uyg'ur agentligining quruvchisi, siyosat fanlari o'quvchisi. Bugun 2019-yili 2-oyning 17-kunisi. Men hozir Pennsylvania shtatining Allentown shahrida. Bugun sizlar bilan nihoyatda muhim, ahamiyatli 2-3 temani o'rtoqlashish uchun so'zlab turibman. Mushu ayning 16-kunisi yana tunugun Allentown'da nihoyat ahamiyatli Uyg'ur xalqining bir kelayotgan kunlarni yeniklatish uchun ilingan nihoyat yaxshi bir qutuqliq qadam ilib berildi. Mushu yerdagi Uyg'ur jamoatining vakillaridan birisi qarindishimiz Asimjonning aktiv o'rlashtirishi aloqa qilishi bilan şu Allentown'daki İslam Akademiyası'nınki ictimai faaliyet sorunda tünügün şu yerliklerden tahminen 500 etrafında yani şu yerdeki yerlik imamınki depreşik asaslanğanda 500 yakın Müslüman emas her qaysı dini aqide arq ko'rinishdan kelgan jamoat qatnashib mening şu Uyg'ur xalqining navbatda duch kelayotgan masalalar haqidagi tafsili dokladımını anladı. Bu cemaat bunun ki ben yortlamak olan tema bunun arkası da ama bu avalmış ahval hakkında kısaca düşünç bir ötey. Benimki anlaşımca bu cemaatinin içinde katnaşmışının içinde şu yerliklerden ki bir kısım şu yerlik kongresinin ki azaları annekin bir kısım hükümet emeldarları hususen yerlik sakçılar arasından başları, ondan keyin sot üçün judge bo'lishga kampanya qilayotganlar, ondan keyin şu yerlikdagi iqtisodiy ta'sir kuchi biroz zo'r bo'lgan korxonachilar, ondan keyin har qaysi diniy jamoatlarning vakillari, rahbarlari qatnashgan. Aslida bu suhbat tema yarım saatlam vaqt berilgan bo'lib, ammo 1,5 saat ilib berildi. Bana yarım saat degen ama ben bu ayacanda işçiliği çoğunkurlap gidip bilip 1,5 saat yakın sözletme. O cemaat mu 1,5 saat içinde qat'iy o'rnidan turmay, nayte astoydillik bilan, hurmat bilan to'liq tafsili anladı. Endi bu albatta navbatdagi bizning kunimiz intayin ta'sirlik, azoblik, intayin insonning yuragini ezadigan her qandaq insanı ta'sir qiladigan boshqacha bir arq ko'rinishli bir voqelik. Endi buni nihoyatda poklik, ilmiy yo'ritib berish bilan birga shu jamoatninki arq ko'rinishi ularning orasida qandaq qilganda o'sha bir faoliyatni o'rlashtirishmi bir odamdan shu o'rlashtirishninki shu jamoatning orasida qandaqsiga shunda bir qutuqliq muvaffaqiyatli bir faoliyatni ilib berish haqida o'ylantirdi. Muşu faaliyetini uğraştırgan qarindoshimizga men tünügünden beri diqqat qildim. Muşu yerlikdagi jamoat intayin hurmat bilan muomala qildi ekan. Egallashimcha muşu yerdagi do'stlarimiz Uyg'ur jamoati gerçi intayin az bo'lsa-mu, muşu atrofidagi har qaysi jamoatlar yaxshi aralashdi ekan. Ularni uylarga chaqirdi ekan. Asosan ibodatlarni jamoat bilan birga ilib bordi ekan. Hürmet, yardım, ruhi to'liq aks etgan ekan. İyani qiladigan ishlar bo'lib qolsa, xomnasiga yordam qiladigan bo'lib qolsa, bizning Uyg'ur jamoati shu faoliyatga o'rashgan asimliq do'stlarimiz aktiv holda qatnashib kelgan ekan. Hamda men hozirgacha Amerikada, shu Maryland shtati, Virginia shtatida bir necha yerda shu ommaviy sorunda liseya bergan bo'ldim. Universitetdan boshqa diniy jamoatning sorunlarida dostumuz Kuzat'ınki faaliyet merkezinde Tuncuk'ta müşahede bulundu. Onun için bir kısım Müslüman ve gayrimüslim cemaatlerindeki vekillerinin teklifiyle Maryland ştatında çıktım. Liseye bergen buldum. Ama bugünkü tünügünkisi erkanlık qarğan çağda cemaatin qullışı, kızgınlığı intayin yukarı. Ben şunda bir işençine kördüm. Bu yerdeki cemaat sapası yukarıya, sani yukarıya, birge bo'lgan hurmati ishonchi nihoyat yuqori ijtimoiy faoliyatlarga aktiv
qatnashishi yuqori. Biz arzu qilgan bir madaniyatlik, bir-biriga haqiqiy mehr-muhabbatlik, bilimlik, safoliq musulmonlar jamoatining ruhini men mushu yerda ko'rdim. Hamda bu musulmonlar bizning leksiyani anglab bo'lgandan keyin oldi bilan imom turk imomken nihoyat uzun bizning Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur musulmonlarga nihoyat ta'sirli yig'lab turib duo qildi. Butkul jamoat leksiya jarayonida yig'ladi. Leksiya dinib duo jarayonida Uyg'ur musulmonlarining bir qilayotgan shu kun uchun qattiq hayajonlanib yig'ladi. Hamda ular leksiya tugagandan keyin men bir soatga qadar shu yerlik hukumatning amaldorlari olsun, akademiklar, tadqiqotchi, akademiklar bo'lsin, muxbirlar olsun yoki musulmon jamoatining rahbarlari bo'lsin, bular kam bo'lgan 40-50 odam kelib, sizlarga nima lozim, biz nima qilib beraylik? Biz iqtisodiyotni yardım qila olamdik. Biz qanday qilishimiz kerak degan nurg'un masalalarni, savollarni so'ragan. Ba'zilar biz sizlar haqida kino ishlaylik deb kelganlar bo'ldi. Yana ba'zilar biz necha vaqtdan beri da'vatgan, tavsiya qilayotgan action item Uyg'urlar uchun qilib berish uchun kerak bo'lgan harakat planlari haqida o'zining maslahatlarini berdi. Buning ichida eng xush qildig'ini 4-oyning 6-kunisi Washington DC'da berilgan cho'ng ko'lamdagi Uyg'ur milliy harakatiga